Assalomu alaykum. Shu zavarnoy pirojnisini tayyorlab ko'rsatishimni so'ragan ekansiz. Bugun sizlar uchun videoga olib joyladim. Eng ishonchli, hammada birinchi tayyorlashida o'xshab chiqadigan, uydagi bor narsalar bilan tayyorlanadigan pirojnini birgalikda tayyorlaymiz. Videoga bitta layk bosib, kuzatishda davom etamiz. Birinchi bo'lib pirojnimizni ustidagi krakelinni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 100 gramm sariyog', 120 gramm shakar, 120 gramm un kerak bo'ladi. Hammasini bir martada solib aralashtiramiz. Sariyog'ni xolodilnikdan olib ishlatamiz. Muzlab ham qolmagan bo'lishi kerak, yumshoq ham bo'lib ketmasin. Xolodilnikdan olib ishlatsak, aralashtirishimiz ham oson bo'ladi. Xuddi shunaqa ko'rinishga keltirib olganimizdan keyin ichiga krasitel soldim. Qizil krasiteldan geliviy krasitel solsangiz ham bo'ladi. Hammasini aralashtirib, yaxshilab xamir ko'rinishiga keltirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. Endi buni ikkita pergamin qog'oz orasiga qo'yib, yupqa qilib yoyib olamiz. O'rtacha yupqalikda yoyib olamiz. Juda ham yupqa qilib yubormaysiz, lekin qalin ham bo'lib qolmasin. Mana videoda ko'rsatib o'tdim. Xuddi shunaqa yoyib olganimizdan keyin morozilnikka yarim soatga qo'yib olamiz. Ungacha zavarnoy xamirimizni boshlaymiz. Zavarnoy xamirimiz uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar hammamiz uyimizda topiladi. Gazga qo'yadigan idishga suv quydim. Ko'rsatib o'tdim. Piyolani to'ldirmasdan suv bilan sutni quyib olamiz. Yarim choy qoshiq tuz soldim. 1 choy qoshiq to'ldirib shakar solib, 100 gramm sariyog' solamiz. Sariyog' yoki margarin ishlatsangiz ham bo'ladi. Men sariyog' soldim. Gazga qo'yib eritib olamiz. O'rta olovga qo'yib qaynashini kutamiz. Qaynab chiqqanidan keyin un solib, yaxshilab tez-tez aralashtiramiz. Masalliqlarning miqdorini videoni tagida ham yozib borganman yoki описаниеga kirib to'liq ko'rib olishingiz ham mumkin. Un solganimizdan keyin olov pasaytirib, yaxshilab tez-tez aralashtiramiz. Bir xil massa qilib olamiz. Un qoldiqlari qolmasligi kerak. Hammasi yaxshilab aralashib ketishi kerak. Olovni o'chirmaymiz. Past olovda xamirimizni aralashtiramiz. O'zi borgan sari tagiga yopishishni boshlaydi. Shunda xamirimiz tayyor bo'lgan bo'ladi. Endi gazdan olib kattaroq idishga solib olamiz. Yoyib qo'yamiz. 5-10 minut qoldiramiz sovishi uchun. 5 dona tuxumni idishga chaqib olib, bitta-bittadan solib, mikserlashni boshlaymiz. Bu jarayonni miksersiz, oddiy venchikda yoki lopatkada tayyorlashingiz ham bo'ladi. Tuxumlarni birdaniga sovormaymiz, xamirimiz suyulib qolishi mumkin. Bitta-bittadan solib mikserlashni davom ettiramiz. Bu arada gaz duxovkamizni yoqib, qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak, chunki qizigan gaz duxovkasida pishirsak, eklerlarimiz ishib chiroyli bo'lib chiqadi. Besh dona tuxumni hammasini solib mikserlaymiz. Xamirimiz xuddi shunaqa quyuqroq massa bo'ladi. Hozir aralashtirib ko'rsataman. Idish chetlaridagini ham yaxshilab aralashtiramiz. Yana 1-2 minut mikserlab olamiz. Shunda massamiz bir xil ko'rinishda bo'ladi.
Xamirimiz tayyor. Xamirimizni quyuq suyuqligiga ahamiyat bering. Xuddi shunaqa lopatkadan zo'rg'a ajralib tushadigan ko'rinishda bo'ladi. Endi buni konditer qopchamizga solib olamiz. Bu orada gaz duxovkamizni yoqib, qizdirib qo'yamiz, chunki qizigan gaz duxovkasida pishiramiz. Listga to'rt tarafiga kamroq xamirdan surib olib, pergament qog'ozni xamir ustiga yopishtirib olamiz. Xamir chiqazayotganimizda siljib ketmasligi uchun. Endi konditer qopchaga dumaloq nasatkangiz bo'lsa, dumaloq nasatka bilan yoki qopchani uchini shundoq kesib chiqazib olishingiz ham bo'ladi. Oralarini ochiq qoldirib chiqazamiz. Chunki bu pishish jarayonida ishadi. Shu sababdan oralarini kattaroq qilib qoldiramiz. Bu orada morozinlikda turgan krakelinimiz muzlab oldi. Endi ikki tarafidagi pergament qog'ozdan ajratib, xuddi shunaqa dumaloq qolib yoki stakan yordamida dumaloq formalarni kesib olamiz. Eslatib o'taman, bu kesib olayotgan krakelinimizni formasini kattaroq qilib chiqaramiz. Listdagi zavarnoy xamirimizni formasidan kattaroq bo'lishi kerak, chunki u pishish jarayonida ishadi. Shuni hisobiga krakelinlarimizni kattaroq formada kesib olamiz. Hammasini kesib olganimizdan keyin zavarnoy pirojnilarimizni ustiga bitta-bittadan qo'yib chiqamiz. Chetidan ortilib qolgan xamirlarni yana bir marta bitta qilib mushlab olib, yana yoyib, keyingi pirojnilarni ustiga tayyorlashingizga bo'ladi. Mana xuddi shunaqa ko'rinishda pirojnilarning ustiga krakelinlarni qo'yib, nomiga barmog'imiz bilan yengil bosib qo'yib, pishirishga yuboramiz. Pishirish jarayonini ham aytib o'taman. Qizigan gaz duxovkasida 180 gradusda birinchi 15 minut pishirib, keyin 160 gradusga tushirib, yana 15-20 minut davomida ustilari qotguncha pishirib olamiz. Endi kremini tayyorlaymiz. Bu zavarnoy kremimiz juda ham mazali bo'ladi, chunki un qo'shmayman. Gazga qo'yadigan chuqur idishga yarim litr sut qo'ydim. 170 gram shakar solib, bir dona tuxumni ham chaqib solib, kraxmal soldim. Aynan jo'xori kraxmali bo'lishi kerak, kartoshka kraxmali bo'lmaydi. O'rta olovda vinchik yordamida to'xtamay sutimiz qaynaguncha aralashtiramiz. Gaz oldidan ketmaymiz, to'xtamay aralashtirib turamiz. Miqdorida tuxum bo'lgani uchun tagiga olib qolishi mumkin. O'zi borgan sari quyuqlashib, xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. Sutni qaynagani o'zi chetlaridan bilinadi. Kremimiz tayyor. Gazdan olib, ichiga 50 gram sariyog'ni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu kremni eksperiment uchun un qo'shmasdan tayyorladim. Faqat jo'xori kraxmalini solib tayyorladim. Menga juda ham yoqdi, chunki krem yengil bo'ladi. Vazdushniy deymiz-ku, xuddi shunaqa ranglari ham oppoq, mazali krem chiqdi. Agar juda ham jo'xori kraxmalni topa olmasangiz,
un solib tayyorlashingizga ham bo'ladi. Endi kremni boshqa idishga bo'shatib olib, ustiga salofanni yopib, sovitishga qoldiramiz. Men ko'chaga qo'ydim. Ko'chani o'zi ham sovuq bo'lgani uchun yarim soat ichida kremimiz sovidi. Bu orada zavarnoy pirojnilarimiz pishib sovidi. Bular yengilgina bo'ladi. Ustidagi shakarli qoplamalari qarsildoq, ichi bo'sh pirojni bo'ladi. Hozir oralarini ham kesib ko'rsataman. Xohishingizga qarab ustidagi krokelin rangini men qizil soldim. Siz rangini o'zingiz xohlagan rang bilan o'zgartirishingizga bo'ladi yoki umuman rang qo'shmasdan tayyorlashingizga ham bo'ladi. Endi orasidagi konfityurni tayyorlaymiz. Bizga 100 gramm malina, 100 gramm shakar kerak bo'ladi. Mendagi muzlatilgan malina bilan shakar aralashmasi edi, vareniyasi edi. O'shandan foydalandim. Miqdorda shakar bo'lgani uchun shakar qo'shmadim. Ichiga 25 gramm jo'xori kraxmalini solib, yaxshilab aralashtirib, gazga qo'yamiz. O'rta olovda to'xtamay aralashtirib turamiz. Qaynab chiqqanidan keyin 5 minut kutamiz. 5 minut qaynasa, olovdan olamiz. Elakdan o'tkazib olamiz, danalaridan ajratib olish uchun. Bu hozir sovigandan keyin ozgina quyuqlashadi, miqdorida kraxmal bo'lgani uchun sovitishga qo'yib qo'yamiz. Sovigan zavarnoy kremimizni 1-2 minut mikserlab, bir xil massaga keltirib olamiz. Zavarnoy kremimiz tayyor. Juda ham mazali kremlardan biri. Me'daga tegmaydigan quyuqqina krem bo'ladi. Ham tayyorlanishi ham kam xarj. Men ko'pincha Spartak, medovый pirojnilarimga ko'proq ishlataman. Ikkalasini ham konditer qopchaga solib olamiz. Endi pirojnilarimizni ichiga birinchi zavarnoy krem, keyin kamroq konfityur bilan to'ldirib olamiz. Bugungi pirojnilarimiz deyarli tayyor. Bemalol dasturxonga tortishimizga bo'ladi. Oila a'zolaringizga yoqishiga ham ishonaman. Issiqqina choylar bilan zo'r ketadi. Bugungi videoim sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, videolarimni kuzatishda davom eting. Siz uchun eng ishonchli, eng original videolarni joylab boraman. Telegram kanalimga ham ulaning. Silkasini shu videoni oxirida описаниеda yozib qoldiraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha sog' omon bo'ling.